Orqaroq yuring, orqaroq. Mana bitta shuncha joy bor. Bitta parkovka qilishni ham endi bo'ladi, bopladingiz bor-ku. Gap yo'q. Tasanno sizga. Parkovkani qarang. Palasalarni qarang, qanaqa chiroyli chiqqan. Chizib qo'yganini qarang. Chiroyli chiqqan. Mana shunaqa kottejni garodokdan uy olib yashamoqchimidingiz? Okey. Bitta ma'lumotini bering, endi mana bu kottejlarning chiroyliligini qarang. Chiroyli, mana bir sotuq, 2 etaj, 6 ta xona, 2 ta sanuzel, darvozaxonasiga mashina kiradi. Podval bormi? Podval. Podval bor. Glавныйsi podval kerak. Ko'pchilik podval so'raydi. Podvaldan tashqari 6 ta xona. 6 ta xona. Mashina kiradi, bemalol shamol aylanadi. И bonus sifatida shu yerdan xonadon sotib olganga oldida bitta parkovka ham beramiz. Oka, menimki chiroyli ko'cha qilib qo'yimiz-da, atrofli tupik bo'lib yotibdimi? Yo'q, tupik emas. Bu yoqdan ham chapdan skvoznoy ko'cha, undan chiqasiz Xonobod Beruniy ko'chasi. 500 metr metro, 300-400 metr maktab. Yo'q, bog'chachi, bog'cha. Shaxsiy shkolalar juda ko'p bo'ldi. Boylik ko'payib ketdi ko'p atrofda. Bu necha xona bu? 6 xona. 6 xona. 6 xona. 120 kvadrat. Kvartirasini sotgan bo'lsa, mana kvartirasini sotib qo'lda realniy pul bo'lsa, endi bular 1-2 kunga qolmay sotilib ketadi. Bu yerda vibr bor-a? Nechta sotuvga chiqaramiz, xudo olsa? Hali hech kim olmadi. Bu hozir ochdik mana. Hozir biz sotuvga chiqaryapmiz. Qo'lingizda realniy naqd pulinglar bo'lsa, kelsa, gaplashsak. Gaplashsak kelishadigan joy bo'ladi. Bo'ladi-a? Bo'ladi. Endi uyimizni bir chiroyli ko'rsatib chiqaylik. Oka, bo'yingiz menimcha 180 dan oshiq, to'g'rimi? Darvozani qarang. Bitta narsaga e'tibor bering. Haqiqatda hamma joyda mana shunaqa baland darvoza qo'yish moda bo'libdimi? Bitta like bosib qo'yinglar. Yangi hovlilar Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Shunga o'xshagan va shundan ham arzonroq kottejlarimiz aynan shu Telegram kanalida bo'ladi. Yangi hovlilar Instagram kanaliga ham obuna bo'linglar. Biz bu yerga mana bemalol mashina kiradi, xohlasangiz tapchan qo'yasiz, rakvina bor. Oka, mana lyustraga 5 lekin alohida. Yaxshi narsalardan qo'yilgan. Ichkarilar ham prosta hali ubulka qilinmagan. Bir ubulka qilib yana bir ko'rsatamiz. Tayyor remont holatida topshiriladi, to'g'rimi? Yo, chala chulpa topshiriladi. Yo'q, 100% podключ bo'ladi, topshiriladi. Narxi chiroyli akalar. Bunaqa narxga unaqa sifatdagi kottej. Nima bu, oka? Elektromobilga. Shuni zaryadga qo'yasan, simlarni tushib qo'ygan, tayyor. Zaryadga qo'yasan, yukir qulisa yetalab turasan, zaryadga qilingan mashina tayyor. Gap yo'q boru. Mana bu ham qo'yib qo'yganda zo'r bo'libdi lekin, realni suv chiqargan. Yo'q, chiqmasgan, hali ulashmabdi. Atak bu kerakli narsa. 6 ta xona dedingiz? 6 ta xona. Shunda 2 ta etaj. 2 etaj. Pastda podvolga tushadigan alohida joyi bor, to'g'rimi? Shunaqa. Chiqdik. Bemalol mana bu ham mashinani qo'ysak bo'ladi. Undan tashqari uyimizning ichiga ham mashinani qo'ysak bo'ladi, to'g'rimi? Lokatsiyamiz Sergeli Xonobod mahallasi bo'lyapti. Beruniy ko'chasi. Beruniy ko'chasi. Metrodan 500 metr. Narxlarchi, oka, mana bu Tarsoyda yoqdi menga, realni bor. 6 boshlang'ich narxi 112 ming. 112 ming dollar. 103 ming. 103 ming dollar. Oxirgisi ham 112 ming, uni yeri kattaroq. Kattaroq sotdi. 2 kvadrati ham 135. Ha, ichkarilari kattaroq ekan. Buchi? Shunaqa. Ikkita oxirgi 1.2 kvadrati 1.35, 6 ta xonadan, ikkita o'rtadagi bir sotuv 120 kvadrat, boshidagi bir sotuv 120 ham. Hozir demak 103 mingdan 112 ming dollargacha bu kottejimiz bor ekan, to'g'rimi? Bir sotuvni ulgurib qolish kerak. 6 dona. 6 ta. Fasadning vid zo'r, ichkarilari addushi, o'zingizlar kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Remontlari вообще zo'r, metro yaqin, Sergeli Xonobod mahallasi. Aka, 103 mingdan 112 minggacha kelishadigan joylari bormi? Naqd pulga ko'tarib kelsa. Shunday beramiz.